Assalomu alaykum barliq Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarim. Men Sharqiy Turkistondan Malikzod Osman. Men Sharqiy Turkistondagi Urumchi shahari Shimgur rayoni Chidavan yeza 1646 ko'cha 406 nomerdagi uydan Malikzod Osman bo'limi. Bu meningki Urumchidagi uy adresim hozir deb o'tganim. Bu resimdeki bolsa mening dadam Osman Abdulla ve apam Mariya Qurban. Mening apam dadam 2016 yılı 10. ayda Türkiye'ye kelip qurbayetini ötközüp biz bilen hoşuşup ketken. 2016 tam 12. ayda apam nayt qattiq eğir kesel bulup doktorxona yetip kaldı. Apamnınki nayt eğir şeker kesili ba. Onundan sırt yine bir qancha qitim operatsiyaga tushgan. Dadamniki nayta eğir yürek sancaq kesili var. Apamning yanında bizden başka qaraydigan başka bir farzandlarim yok. Bir qarindishim var ve o'tiranchi ajam. Onun resmini ko'rsatay. Bu mening o'tiranchi ajam, ismi Parizat Osman. Bunun 4 tane farzandi var. Bu özünün acamnamı azraq salomatligi yaxshi emas va farzandlari bek ushoq bo'lganligi uchun doktorxonaga kelib apamga qaraydigan imkoniyati bo'lmay qoldi. Dadam shu apamga doktorxonada qarayotgan edi. 2017da birinchi ayda dadamni shu doktorxonaga saqchilar bosib kelib, doktorxonadan tutib chiqib ketgan paytda mana 2018-yil 10-ay keldi. Ta hozir qadar tirik yoki hayot ekanligidan hech qanday bir xabar olamadik va xabarimiz yo'q. Apam bilen en harqıtım alaqamız boğan gün 2017'de 4. ay. 2017'de 4. ayda apamga bir 2017'de 3. ayda apamga bir telefon gelgen. Yani bu telefon A3'ten gelgen. A3 saçqalısını telefon qılvatımız. Sizden yoluşunuz Osman Abdullah hazır A3 turumuz istedi. Apam neyim bulup A3 turumuz eketkenlikini sorgan vakitte bu toğrusda hiç qandaq bir şekilde düşendiriş beremeydiganligini, faqat hozir turmuş ekanligini, yaqinda dadamga sud ichilganligini xabar qilgan. Apam qan zar yig'lab, atishga tayyorlik qilib, men shu sudga ulgurib borman degan vaqtda bizning shu Chidavandagi saqchilar, ya'ni Xitoy saqchilari kelib, qurolliq kelib apamga, "Sen yo'lching to'g'riq hech qanday bir insonga hech qanday gap so'z demaysan. Hiç kimge hiç qanday bir söz anlatmaysan ve yoluşunun ninsat tutulganligini hiç qaysimiz sana deb bermaymiz.